Assalomu alaykum hammaga. Hop, YouTube kanalda birinchi videoyimni tanishtirganman o'zimni. Sizlar xohlagan mavzu yoki qiziqadigan mavzuni so'radim kommentariyaga yozishinglarni. Men yaqinda ochganim uchun, aktivim pastligi uchun hech qanaqa unga bir kommentariya yozilmadi. Shuning uchun Present Simple dan o'tishni boshlayapman. Hop, Present Simple o'zi nima? Qaysi payt ishlatamiz? Nima qilamiz buni degan savollarga javob ko'ramiz bugun. Present Simple bu zamon. Biz gapda ishlatadigan bu zamon eng kerakli zamonlardan biri. Agar buni bilmasangiz, hech qachon gapira olmaysiz. Gapirgan taqdiringizda ham xato bo'ladi. Shuning uchun eng yaxshi o'rganishingiz kerak bo'lgan mavzulardan biri. Hop, Present Simple'ni qachon ishlatamiz? Present Simple har doimgi vaziyatlarda o'zini ichiga olsa, hammasini o'z ichiga oladi deb men yozib qo'yganman mana. Hop, endi qanaqa bu? Mana past o'tgan degani, now, hozir, future kelajak degani. Siz Present Simple'ni har doimgi qiladigan ishlaringiz uchun yoki odatlaringiz uchun ishlatasiz. Misol uchun, hop, I always go to school. Men har doim maktabga boraman. Mana tarjimalar bilan yozib qo'yganman. Hop. Bu example'lar tushunishingiz uchun. Birinchi lekin bu formulasini ko'rib olishingiz kerak. Hop, formulasi subject plus verb es yoki s plus object. Hop. For example yoki example given bu EG'da ko'rganinglarda tushuninglarki example given, ya'ni example berilgan degani. Ikkosining ma'nosi bitta. Hop, for example I always go to school. Men har doim maktabga boraman. You teach a student every day. Siz har kuni o'quvchini o'qitasiz. We do our homework at night. Biz tunda uy vazifalarimizni, uy ishlarimizni qilamiz. Hop, endi mana bu sariqqa bo'yab qo'yganlarim, yashilga bo'yab qo'yganlarim nima? Sariqqa bo'yaganlarim bu signal so'z hisoblanadi. Siz shu signal so'zlarda qanaqadir kitobda, tekst har qanaqa joyda ko'rdingizmi, demak bu gap aniq Present Simple ga tegishli. Chunki aytdim men, Present Simple har doimgi narsalarni o'z ichiga oladi. Oldin qilasiz, hozir qilasiz, kelajakda ham qilasiz, har doim qilasiz. Shuning uchun Present Simple bo'ladi. Mana always har doim degani. Signal so'z sariq qolib qo'yganman, tarjimasini yashilga olganman. Bu darak gaplar uchosi ham. Hop. Men har doim, mana always har doim degan, men har doim maktabga boraman. Siz har kuni every day, mana har kuni bitta o'quvchini o'qitasiz. We do our homework. Tunda biz uy vazifalarimizni qilamiz. Tunda endi ma'nolarga o'xshagan har doim, har kun degan ma'nolarda olmayapti-yu. Nimaga bu yana Present Simple'da keladi degan savol bo'lishi mumkin. Endi at night bu bitta tunni ham hisobga olmaydi. Tunda qilasiz. Keyin agar mana bu do fe'limiz boshqa shaklda bo'lganda, boshqa zamonga o'girilardi. At night bo'lib boshqa zamonda ham ishlatilishi mumkin, lekin biz simple da ishlatamiz asosan. Hop. Shuni bo'ldi. Bu darak gap. Shuni ham olib qo'yishim kerak edi. Birorta bir rangga. Hop, mana. Endi yana bitta formulamiz bor. Bu formula so'roq shakllarida ishlatilinadi. Do yoki does plus subject plus verb plus object. Buni siz xuddi shu gapda ishlatasiz, xuddi shunaqa mazmunda ishlatasiz, lekin so'roq savolda ishlatasiz. Hop. Misol uchun, do you usually go to swimming pool?
Siz odatda basseynga borasizmi? Mana usually odatda degani. Ikkinchisi, do they never wear their jackets? Jiketlarini hech qachon kiyishmaydimi degani. Never hech qachon degani. Ular hech qachon o'zlarining jiketini kiymaydimi degan ma'noda. Does she hardly ever buy a dress for her own? U o'zi uchun kamdan kam kiyim sotib oladimi? Xo'p, mana bu hardly ever'da to'g'risi men o'qituvchim ham aytmagan, ko'p o'qituvchilar aytmaydi. Buni internetdan ko'proq ko'rishingiz mumkin. Lekin men aytishni xohladim. Bu ishlatilgan taqdirda ham principle bo'ladi. Hardly ever kamdan kam bo'ladi, lekin har doim ham bo'ladi-da bu. Oldin ham bo'lgan, keyin ham bo'ladi, hozir ham bo'ladi, lekin kam bo'ladi. Qolgan sizni ishlaringizga nisbatan. Shuning uchun principle'da signal so'zi hisoblanadi. Xo'p, bu so'roq shaklida do yoki mana does oldiga o'tganda, birinchi kelganda bilinglarki, doim so'roq bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi negativ, ya'ni inkor shakli. Inkor shakli ko'rib turganlaringiz subject plus do yoki does plus not plus verb plus subject. Xo'p. Endi example givenlari he does not swim, u suzmaydi. He do not study, u o'qimaydi. Alex does not improve his listening skills. Alex uni ingliz qobiliyatini yaxshilamaydi. Menga so'zlarni yozib qo'yganman. Improve yaxshilamoq, listening skill eshitish mahorati. Alex meni o'zimni taxallusim. Inglizlar bilan gaplashganda ismimni so'rashganda Alex deyman, chunki o'zimni ismim qiyinlik qiladi ularga aytgani. Xo'p. Endi mana bu ko'rgan narsalar mana does. Maytda ham does, mana she bilan ham does ishlatyapman. Endi nimaga shu does ishlatilinadi degan savol bo'lishi mumkin. Qachon ishlatilinadi? Nimaga emas, qachon ishlatilinadi? Does'ni biz uchinchi shaxs birlikda yoki ismlar bilan ishlatishimiz mumkin. Misol uchun she, he, it, does bilan ishlatilinadi. Shuningdek ism bilan ham. Xo'p, she, he, it uchalasi ham u degani. Ism endi uchinchi shaxs birlik bo'lgan uchun unga ham ishlatilinadi. Xo'p. Endi biz do'ga shuning uchun es qo'ydik. Ya'ni uchinchi shaxs birlik bo'lgan uchun. Endi yuqorida aytganman, darak shaklida. Mana es yoki s. Biz buni qachon ishlatamiz? Nima qilib ishlatamiz? Shu narsani oxirida aytayapman, chunki sababi tushunishinglar oson bo'lardi agar mana does'lar bilan example'lar ko'rib olgan, misollar ko'rib olganlardan keyin buni tushunishinglar sal bo'lsa ham osonlashardi. Es'da biz uchinchi shaxs birlikda ishlatamiz. Qachon ishlatamiz deydigan paytda, xo'p, oxirgi masalan fe'l verblarimiz, verb fe'l degani fe'llarimizni oxirgi harfiga qaraymiz. Misol uchun nima desak bo'ladi? Aynan fe'llarga emas, namunlar bilan ko'rsak ham bo'lar ekan, osonroq bo'ladi. Chunki hozir uncha kelmayapti fe'llar. Box quti degani. Endi bu o'zgaradi. Boxes. Mana. Men shu yerga bitta yozib qo'yganman. Yozib qo'yganman.
Mana box oxirgi harfi h bilan tugagani uchun, qattiq h bilan tugagani uchun biz es qo'yamiz. Endi shunaqa so'z harflarimiz bor, oxiri shu bilan tugaydigan bo'lsa, biz doim es ni qo'llaymiz. Mana o, ch, h, ikkita s yoki s da o'zi, sh bilan kelganda. Men mana zini to'g'risi readingda ko'rdim. Mana so'z bilan kelgan ekan. Mana bunaqa bo'lib, bunaqa kelgan edi. Shunda to'g'risi uncha tushunmay qoldim. Keyin ChatGPT bilan buni maslahatlashganimda bu ham kirar ekan. Shu mana 5 ta harfga bu ham kirar ekan. Endi buni tarjimasini yozib qo'ydim. Xo'p. Men to'g'risi buni bilmaganimiz sababi shu paytgacha 2 yildan beri o'qiyman. 2 yil ichida oxiri z bilan tugaydigan so'zni adashmasam ko'rmaganman. So'z fe'lda, asosiy fe'lni ko'rmaganman. Endi bu bilan z bilan tugaydigan so'zlar yo'q demoqchi emasman, mana bor. Lekin men o'zim ishlatmaganimlik uchun bilmaganman shu narsani. Lekin sizlar bir qator ko'rib qo'yasizlar shu narsani. Z bilan tugaganda ham biz es qo'yishimiz mumkin ekan. Xo'p. Endi boxesga mana bitta bo'ldi. Watch ko'rmoq degani. Ko'rmoq. Bunga ham agar fe'l bo'lib 3-shaxsda shu narsa doim esingizda tursa, 3-shaxsda faqat shunaqa es ni qo'llaysizlar. Hop, watches bo'ldi. Hop, keyingisi wash. Wash. Washes. Endi yana bittasi do'ni o'zingizlar ko'rdinglar. Mana o bilan misol qilishim shart emas. Do'dazni ko'rdinglar. Hop, bo'pti, yozib ham qo'yishim mumkin. Do'dazga o'zgaryapti. Hop, endi s ga. Endi har doim to'g'risi fe'l topish qiyin. Tushuntirayotganda ayniqsa. Shuning uchun nounlar bilan ham berib qo'yyapman. Glasses. Mana shu 6 ta harfni daftaringizga yozib olsanglar yaxshi bo'lardi, chunki eng kerakli joyi shu. Gapirayotganda, misol uchun, mana bu oddiy so'zlar bilan you, they, we, I shu so'zlar bilan to'g'risi bunaqa es yoki s'larni hech qachon qo'shmaysizlar. Mana masalan ham teaches bo'lmayapti yoki mana unda we does bo'lmayapti. Bunaqa subjektlar bilan, egalar bilan hech qachon es yoki s'ni qo'shmaysizlar. Shuning uchun 3-shaxsligini doim esingizda tutinglar. Umid qilaman men darsim sizlarga yoqadi va ancha sizlarga foydali bo'ladi deb umid qilaman. Hammaga rahmat. Kommentariyaga yaxshi yoki yomon deb o'zingizlarning fikrlarni yozib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Bu men uchun keyingi safar o'tadigan darsim uchun motivatsiya bo'lishi mumkin. Ancha katta. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar.